Vinicius Cristianoning og'zini yopib olgani va bu bilan u Viniga nisbatan irqchilik bo'lganini aytdi. Seni fikring qanday bu hodisaga? Men Vini bilan gaplashdim. U menga nimadirlar dedi. Cristiano bilan ham gaplashdim. U ham o'zicha nimadirlarni aytdi. Men Cristianoga ishonyapman, ammo bu biroz balanslashgan. Vinicius yolg'onchi, Cristiano esa aql bovar qilmas inson deb ayta olmayman albatta. Alvaro boshqa fikrda, Kylian esa boshqacha fikrda. Men barchasini boshiga qaytishni xohlamagan bo'lardim, ammo bu ko'plab stadionlarda sodir bo'lgan hodisa. Viniga aytdim, nega bunaqa nishonlayapsan golni? Nega De Stefano, Pele kabi nishonlamading? U shunaqa nishonlaydi. Bu har doim sodir bo'ladigan hodisa. Ammo o'yin boshida golgacha bo'lgan 50 daqiqa davomida juda yaxshi edi. Benfica birinchi o'yinda juda zo'r o'ynadi. Men futbolchilarimga aytdim, Realga qarshi o'ynash bu faxr. Keyinchalik Madrid darajasini ko'rsatdi baribir. Muxlislar, futbolchilar, jamoa fantastik darajada futbol o'ynay olishadi. Salom Mourinho. Alexander Alcuer. Artipidan. Rost chuqurlashamiz. Vini haqida yana nima deya olasan? Yo'q, yetadi Vini haqida. Men Vinini fantastik gol urganini va bu 50 daqiqani belgilab berganini aytib o'tdim. Boshqa hech narsa ayta olmayman. Hakamga keladigan bo'lsak, men haqiqatni aytdim. U biladi bu haqiqatligini. Tchouameni, Hausen, Carrera sariq kartochka olishmadi. Carrera simulyatsiya qildi, jazolanmadi. Tchouameni 3-4 marta foul ishlatdi. Sariq ko'rsatmadi hattoki. U menga qizil ko'rsatdi, lekin bilardi u men haqiqatni gapirganimni. Salom Alvaro, Olivia Lorenzo, El Pais'dan. Vinicius'ning vaziyatini tushuntirishingni xohlagan bo'lardim. U maydonni tark etayotganida nimalardir dedi. U bilan nimalarni gaplashding? Sen Benfica futbolchisidan Viniga nima deganini so'rashing kerak emas. O'ylaymanki, bu yerdagilar va barcha futbol dunyosidagilar bu savolga javob berishga haqlilar. Menimcha, bu mutlaqo rasizm va bu kabi hodisalarni aynan 2026-yilda futbol maydonida sodir bo'layotgani esa insonni xafa qiladi. Salom Alvaro, Miguel Angel Lara, Markadan. Sen Vini bilan gaplashdingmi? Men unga faqat uni futbol o'ynashini xohlashimni aytdim. Biz har doim u tomonda bo'ldik. Biz birlashamiz. Menimcha, biz Vini tomonda bo'lishimiz kerak. Biz jamoamiz, birgalikda gaplashamiz, birgalikda kurashamiz, birgalikda jamoa bo'lishimiz kerak. Men bu gaplarni jamoaga murabbiy sifatida kelganimdan beri ta'kidlayman. Va sizdan ham shuni so'ragan bo'lardimki, Vini tomonda bo'ling va Vinini qo'llab-quvvatlang.